Toshqon go'shi halalmi? Savol. Assalomu alaykum. Men toshqon go'shiga amroq edim. Biroq ba'zilar uni harom deb qaraydi ekan. Ba'zilar toshqonning suyudagi eshakning suyudigiga o'xshaydi dedi. Yana ba'zilar toshqon hayz ko'radigan bo'lg'achqa uni yesi bo'lmaydi deb qaraydi ekan. Shunga ustozning javobini anglab boqay degan. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Toshqon go'shi halol. Hisham ibn Zayd ibn Anas ibn Malik rivoyat qiladi-ki, uning buvisi Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq degan: Biz Marriz Zahran degan joyda bir toshqonni qochirib qo'ydik. Kishilar xali yugurib beqib, uni tutolmay yerib qolishganda, men uni qo'g'lab tutib oldim. Uni Abu Talhaga elib kelsam, uni bo'g'izlab ikki senini yoki ikki qo'lini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga avatib bergan edi. Rasululloh uni qabul qildi. Imom Navaviy aytadi: Toshqon go'shini yeyish Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad va barliq ulamolar nazarida haloldir. Faqatla Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma bilan Ibn Abi Layla ikkalandan makruh deb qarg'anligi aytilgan bo'lib, ko'pchilikning dalili mushu hadis va shuningga o'xshash hadislardir. Uni cheklash to'g'risida biror sahih dalil isbotlanmagan. Imom Karahi imomlarimiz toshqon go'shini yeysi bo'ladi. U yirtqichmi emas, top yeydigan hayvonlardanmi emas deb qaraydi degan. Diyarimizdagi ba'zi nadon kishilardan anglashimcha, toshqonni yilda bir qatim yeb qo'ysa bo'larmish. Undan ko'p yesi bo'lmaymish. Buningga o'xshagan asosi yo'q gaplar ko'p. Yana ba'zilar toshqonni hayz ko'radigan bo'lg'achqa uni yesi bo'lmaydi deyishadi. Aslida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam toshqonni hayz ko'radiganlik sababidan yemaganligi haqida ba'zi hadislar kelgan bo'lsa-mu, bu hadislar zaif. Hafiz ibn Hajar bu rivoyatlar sahih bo'lgan taqdirdami, uningda makruhlikqa dalil yo'q deydi. Ammar radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi-ki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Arabiylardan biri uningga bir toshqon hadiya qilib edi. Biz uni yesak, haliqa arabiy, "Men uningda qon ko'rdim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Chataq yo'q" dedi. Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr rivoyat qiladi-ki, bir kishi uning otasidan toshqon to'g'risida so'raydi, u yesi bo'ladi dedi. Haliqa kishi "U hayz ko'rdi" dedi. Atam uning hayzini bilgan zot pokligini biladi. U homildorlardan biri xolos dedi. Abdullah tabiinlardan bo'lib, uning otasi Ubayd Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonida tug'ilgan cho'ng tabi'i. Ba'zilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan deb qaraydi. Allah va uning rasuli halol degan narsa haloldir. Hech kimning Allah va uning rasulining o'rnida bir narsani harom yoki halol davolash huquqi bo'lmaydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 174-numurliq fatvo.